bizni qanaqa do'stona davlat ekanligimizni isboti mana Qirg'iziston Respublikasiga o'tib, O'zbekiston texnikalari ishlayapti. Mana neytral zonadan bu yoqda Qirg'iziston tamojniy nimasida. Bu yoqda Qirg'iziston tamojniysi, bu yerda chegara simturi bilan hali ajratib qo'yilgan, o'rtada neytral zona bor, keyin naryoqda O'zbekiston nimasi bor. Mana shu yerda bo'zib, chiroyli qilib tekislab yashayapti. Asfaligacha qilib yashayapti nasib bo'lsa. Ya'ni fuqarolar uchun qulaylik yaratish maqsadida. Lekin bizning qirg'iz birodarlarimiz mana 2 soatdan ko'proq bo'ldi tamojniyda o'tiribmiz, adashmasam. Mana o'chiribdi. Bu orqasi yana to'lib ketdi. Bizning stop znak bor, ashtigacha zo'rg'a yetib keldik hozir. Alloh taolo hammaga sabr toqat bersin. Qarang. Endi bular ko'chani zo'rlar bo'lsa kerak edi. Chinar yoqqa olyapti, bilmadim nima qilar ekan. Bu narsalarni ishora qilyapti suv. Bechara nima qilsin? Tamojnining ichida bironta mashina yo'q, ochilibdi. Shuncha mashina bo'lmadi. Bularning fuqarosiga ham noqulaylik bo'lyapti doim. Ahvolni qarang. Hammaga Alloh taolo sabr bersin. Bu birodarlarimizga iymon, insof, tavfiq bersin. Tamojnida o'tirgan birodarlarimizga. Taylanddan nima qilishyapti? Sun'iy ochiriq qilyapti, o'tirishibdi bitta mashinani bir 15-20 minut tekshirishimiz kerak qoida bo'yicha. Soqqasini olayotgan paytda 5 minutda 20 ta mashina o'tkazayotgan tamojnining ahvoli shuda hozir. Ishqilib tinchlik bo'laversin. Yana ham qo'shnimiz, yana ham musulmonmiz barchamiz, ular ham biz ham alhamdulillah bir-birimizni tushungan holda hali bir-birimizga chiroyli muomala qilib, murosa qilib yashagan yaxshi-da. G'ayri din emasmiz u. Ham dinimiz yaqin, ham millat elatimiz ming yillardan beri mana shu yerda yashaydi-da, O'rta Osiyoda. Qadrdon xalqlarimizda, qadrdon millatlarimiz. Sizlarning qilayotgan ishlaringizni ko'rgan odam bu deydi, bu bir-biriga dushman deb o'ylasa kerak. Insof bersin, oxiri baxayr bo'lsin. Hali doimga aytadigan gapim shu. Insof bermasa sizlarga qiyin-da, birodar. Ahvolda. Shunaqa gaplarli birodar xalqlar bunaqa bo'lmaydi-da. Ahvolni qarang. Bechara shuncha insonlar qiynalib o'tiribdi. Millatchilik qilayotganlaring hali jonga tegdi, to'g'risi. Birontang chiqib javob beraman degan bitta gapga qaysidir millatga misol uchun jannatdan joy ajratilgan mana bu millat vakili jannat aniq kiradi yoki jannatda mana shu millatning darajasi baland bo'ladi degan joyi yo'q-da. Yo'q. Ulamoy zamoning ham chiqib gapirsin mana shu gapni. Bor joy men dakazat qilib beraman desin. Men dakazat qilib beraman, unaqa joy yo'q. U avvalo Alloh taoloning marhamati bilan jannatga kiramiz. Ikkinchisi kim qanchalik diniga amal qilganligi bilan o'rganib, o'zini hayotiga tatbiq qilib, amal qilgani bilan shu amallariga qarab Alloh taoloning kalomini, Qur'oni Karimni qanchalik yodlaganligi, qanchalik o'rganib, o'rgatganligi, xullas mana shu narsalarga, amallariga qarab jannatda hali darajasi ko'tarilib ketaveradi. Sirot ko'prigidan ham o'tayotgan paytda nima bo'ladi? Qur'onni o'qishni boshlaysiz, kim qanchalik ko'p o'qisa, zo'r o'qisa, yaxshi o'qisa, shamol tezligida o'tib ketadi. Ya'ni jahannamga tushmasdan. Jannatga kirganingizda ham boru o'qib va yuksal deydi. Kim qanchalik o'qisa, Qur'onni qanchalik yod bilsa, o'sha darajada darajasi ko'tarilaveradi. Ko'tarilib oxiri nima deydi? Hali qayergacha bilsa, o'sha yergacha jannatni nimasiga chiqadi, tepaligiga. Misol uchun deylik, jannatda
114 qavatli binoga o'xshataylik. Endi Alloh o'zi kechirsin, o'xshatishni noto'g'ri yo'q. Lekin tasavvur qilishimiz uchun bitta dom turibdi. Bitta domda 114 etaj bor. Siz Allohning kalomini 114 ta surani yodlab, chiroyli qiroat qilib, ko'tarilib ketaversangiz, shu 114-suragacha o'qisangiz, eng tepasi 114-etaj. Shunday tepasiga chiqasiz, u arshni yonida-da. Endi bilasiz, Alloh azza va jallani nimada kursisi bor. Arshda. Ya'ni hammamizga ham nasib qilsa, mana shu eng balandlariga chiqish, ya'ni bu dunyo bab o'tib ketadi-da. Buni qilib o'tkinchi dunyoda bir-birimizni qiynab, millatchilik qilib, bo'lib ham musulmon bo'la turib, nima qilib millatchilik qilayotganligimiz bu yaxshi ish emas. Chunki shuni xohlashadi-da, hali g'ayri dinlar, boshqa din vakillari albatta shuni xohlaydi. Bizni taraqqiy qilishimizni xohlamaydi, do'st birodar bo'lib, yaxshi qavm qarindosh bo'lishimizni, yaxshi qo'shni bo'lishimizni istamaydi ular. Bizga shunaqa millatchilik qilishimizga sharoit yaratib beradi, ichimizga shunaqa fosiqlarni shunday tashab qo'yadi, kerak bo'lsa moliyaviy qo'llab-quvvatlab turadi-da shularni. Nimaga? Shular millatchilik qilsin, bularning o'rtasida urush janjal bo'lsin, davlatlari notinch bo'lsin, qo'ni-qo'shniligi yaxshi bo'lmasin deb tunnu kun harakat qilayotgan yahudlar, g'ayri dinlar bor. Shular xohlamaydi bizni birlashishimizni. Chunki biz birlashsak, zo'r ilmli bo'lsak, ham diniy, ham dunyoviy ilmda yuksak darajalarga ko'tarsak, g'ayri dinlardan oldinga o'tib ketadigan bo'lsak, ular yengilishini ham ma'naviy, ham moddiy, ham kuch tomonlama yengilishni bilib turib, mana shuning uchun tunni kun harakat qiladi ular. Tunni kun harakat qiladi, musulmonlar davlati notinch bo'lsin, musulmonlar birlashmasin deb tunni kun harakatda. Biz esa ularga tayyor yordam beryapmiz. Shaytonning malayi bo'lib mana bu yerda granitsalarni qo'yib qo'ygan. Granitsada bir-birimizni ezib, ataylab mashinani ochirib qo'yadimi? Ichkarida mashina yo'q, shuncha mashina ochiradi. Odamlarni ham ataylab asabini egovlaydi-da bular. Hammasini ham yomon demoqchi emasman. Allohdan qo'rqadigan yaxshi zo'r insonlari bor. Chunki hamma millatda ham yaxshi yomoni bor, mard nomardi bor. Ahli ilm zo'r insonlari bor. Ko'rganda havas qilasiz, suhbatlashsangiz, maza qilasiz, boru yayraysiz. Ma'naviy jihatdan yayraysiz. Suhbatlashishga kelaveradi. Shunaqa ilmli, zo'r insonlar bor. Alloh umrlariga barakot bersin shunaqa insonlarni. Bunaqali birodarlarimiz bor. Formani kiyib olib, 5 kunlik dunyoda aytib 1 yil turasanmi, 2 yil turadimi bilmayman, tamoshida yo ichki ishlarda yo nima sohada bo'lsa hamda dunyo meniki deb yuboradimi, hali osmon qo'lingda bo'lsa tashlab yubor mana. Chiroyli bo'lib turibdi, osmon ham quyosh botyapti, shom bo'lyapti. Alloh azza va jalladan aziz avvalo o'zimizga sabr, iymon, insof, tavfiq so'raymiz. Ko'pchilik qatorida bizga insof bersin. O'zi hidoyat bersin. To'g'ri yo'lda, to'g'ri amalda o'zi ko'rsatsin. O'zi rozi bo'ladigan yo'llardan yurishlikda, o'zi rozi bo'ladigan so'zlarni aytishlikda, o'zini zikrida, toatida, ibodatida sobit qadam bo'lishlikda nasib ro'zo aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barcha qirg'iz birodarlarimizga ham salom va salomlar bo'lsin. Mana shu tomoshada ishlayotgan aka-ukalaringga, farzandlaringga bir telefon qilganlaringda bir tergap, mana shunaqa birodarlarimizni, qo'ni-qo'shnilarimizni, mo'min birodarlarimizni qiynamanglar. Chiroyli sharoit yaratib beringlar, tezroq o'tkazinglar iloji bo'lsa. Tekshirib, qonun doirasida chiroyli qilib tekshirib o'tkazsin tezroq. Buna qilib ataylabdan ushlab o'tirmasdan, moralniy mazgini egovlab o'tirmasdan. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, Allohning panohida bo'linglar, Allohga omonatsizlar. Yo'ldagi birodarlarimiz safarlaring bexatar bo'lsin.
sog' salomat manzillariga borib ishlaringni bitirib qaytib ketishlik nasib qilsin. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz sog' salomat borib, halol pok ishlab, topgan rizqi nasibalarini ahli oilalariga, uylariga olib kelib, chiroyli imoratlar qurib, chiroyli markablar olib, zurriyotlarni chiroyli o'qitib, olim dono bo'lishlariga sarflashlik nasib qilsin. Chunki biz juda ham ilmdan uzoqlashdik. Biz muhtojmiz. Ilm bizga emas, biz ilmga muhtojmiz. Islom bizga emas, biz islomga, biz Qur'onga, biz dinga, biz Allohga muhtojmiz. Chunki biz gunohkor, ojiz qul bandamiz. Doimo Allohning zikrida bo'lib, o'zidan haligi o'zimizga insof so'raylik, iymon so'raylik, e'tiqodimizni to'g'rilashligini so'raylik, hifz hidoyat berishligini so'raylik, o'zini jannatiga kirgizishiga sababchi bo'ladigan amallarni ko'proq qiladigan bandalardan bo'lishligimizni Allohdan so'raylik, tunu kun so'raylik. Chunki Alloh taolo beradi. Alloh taoloning marhamati keng, xazinasini chegi yo'q, chegarasi yo'q. Biz doimo unaqa qiyinchiliklarni ko'rayotgan paytda haligi men shaxsan o'zimga nimani eslataman? Jannatni eslataman, jannat bog'larini eslataman, Robbimning husni jamolini, payg'ambarim sollallohu alayhi vasallamni jannatlarda ko'rib, u kishini qo'llaridan havzi kavsardan suv ichishlikni, mana shunaqa narsalarni eslataveraman o'zimga. Keyin sabr so'rayman, ya Robbiy, sabr bergin, go'zal xulq bergin. Mana to'g'risi miyam qaynab ketyapti. Mana bu ahvolda ko'rib yosh qarilarning qiynalayotganligini ko'rib miyam qaynayapti. Ba'zan yomon so'z aytib, atrofdagi insonlarga zarar bermay deyman-da. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.